Vijdonsiz odam ekansan. Bu gapni eshitish qanchalik og'riqli-a? Aslida vijdon inson uchun judayam muhim. Agar inson faqat aqlga tayanib, unda vijdon va his-tuyg'ular uchun o'rin bo'lmaganda edi, bu dunyo o'ta beshafqat, o'ta xudbin tus olgan bo'lardi. Unda faqat moddiy manfaatlargina birinchi o'ringa chiqardi. Odamiylik, oliyjanoblik, mehru muruvvat kabi tushunchalarga umuman o'rin qolmasdi. Vijdon iymon shoxchalaridan biridir degan gap bor. Ziyraklik bilan kuzatsak, har bir odamda o'ziga yarasha ora bo'ladi. Odam ayb qilib nomusiga qarshi yurishga har qancha harakat qilmasin, unda vijdon azobi kattalashib boraveradi. Axiri inson yo ongli ravishda vijdonidan voz kechib botilga xizmatkor, shaytonga malay bo'ladi, yoki o'zini o'nglab oladi va qalb xotirjamligiga erishadi. Vaholanki qalb xotirjamligidan-da katta baxt bormi? Vijdon azobidan qizargan yuz oy yuzli qora qalbdan yaxshiroqdir. Vijdon qiynoqlaridan barchamizni Yaratganning o'zi asrasin.